Siz ushbu kadrlarda ko'rib turgan lavhalar qandaydir kriminal filmlardan olingan sahnalar emas. Hayotiy va 28-noyabr kuni Tayloq tumanidagi Sochak mahallasida sodir bo'ldi. Bir guruh shaxslar M39 xalqaro yo'li yoqasida turgan yuk mashinalariga benzin sepib, yoqib yuborishdi. Kun.uz muxbiri hodisa joyida bo'lib, holatni o'rgandi. Ma'lumotlarga ko'ra, yondirilgan yuk mashinalari Jo'raxon Gold Logistik mas'uliyati cheklangan jamiyatiga tegishli. Korxona import-eksport faoliyati bilan shug'ullanadi. Yuk mashinalarini yoqishga jamiyat haydovchisi bilan kelib chiqqan o'zaro tortishuv sabab bo'lgani aytilmoqda. Guvohlarga ko'ra, ikkita KAMAZ logistika markazidan taxminan 1 kilometr uzoqlikda saqlangan. Avvalo o'sha ikki KAMAZga benzin sepilgan va yoqib yuborilgan. Markaz xodimlari ushbu yong'in bilan band bo'lgan paytda tungi qaroqchilar logistika markaziga kelib yana bir furani yoqqan. Yongan fura yaqinida farmatsevtika mahsulotlari to'la bir nechta yuk mashinalari turgani aytilmoqda. Agar yong'in o'z vaqtida bartaraf etilmaganida zarar bir necha million dollarga yetishi mumkin edi. Markaz ma'muriyati o't o'chirish xizmat xodimlari hodisa joyiga o'z vaqtida yetib kelib, yong'in kengayishining oldini olganini aytmoqda. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, yong'in natijasida tadbirkor 600 million so'mga yaqin zarar ko'rgan. Ma'lumot o'rnida aytish mumkin, Tayloq tumanidagi ushbu mahallada aksariyat tadbirkorlar logistika xizmati bilan shug'ullanib keladi. Hudud ushbu xizmatga ixtisoslashgan. Tadbirkorlar esa bunday jasorat bilan yong'in chiqarib, birovning mulkiga zarar yetkazgan shaxslarga nisbatan qonuniy chora ko'rilishini talab qilmoqda. Holat bo'yicha Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasiga Kun.uz so'rovi yuborilgan. Hozircha voqea yuzasidan rasmiy ma'lumot berilmagan.